Voy tavba, rostdan kirdimi? Kirdi. Rahmatli qaynatam tushimga kirib. Kuyov, uyimda Matiz mashinam bekor turibdi. O'zingiz mening dedilar. Yo desam ham yo deyaptilar-da. Ha, qaynatangiz aytgan masalan meniki yo'q. Bekor ham turibdi. Benzin bormi? Ha, bor. Bobur aka, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi turdovoyim qayerga qo'yibdilar. So'rayman albatta. Dadam. Kalt qayerda? Uyda. Bor ana 3100. Qo'lingni ta, 4000 dan kami yo'q. 2200 mana. Bor bozorga bor, nima? Qaynatangiz mashinasini sotyapsizmi? Onajon, kecha rahmatli qaynatam yana tushimga kirdilar. Kuyov, Matiz'ni sotib oling, bexosiyat mashin bu dedi. Pulni hech kimga bermang dedi. Bexosiyat bo'lsa kerak yo'q mashina. Voy. Unday degan bo'lsa mayli, soting. Dadasi, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi ingichka zaryadchim qayerga qo'yibdilar. Qurbaqachaga qo'yib tur, so'rayman. Hey bobka, nima o'tiribsan? Yo'l choyxonaga. Qanchadan tushyapti? 200 mingdan. Bu safar tushimga yig'lab kirdilar qaynatam. Nima dedilar? Ko'rpachani tagida pul bormi? Ha, bor. O'shanda 200 ming berasiz ekan, ehsonlik qilishim kerak.